Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asos yurish programmamizga xush kelibsiz. Bu bizning 14-chi qismlik dars. Bu qism darsimizda men intayin muhim bo'lgan mazmun so'zlayman. Ya'ni bu qismlik darsimizda men string to'g'ri so'zlayman. String degan harf tizimsi deb oldim. Chunki string qanda amaliyotda shu harflarning qanda tizimsidan shakllanadi. Yoki buni eng yaxshisi Uyg'urcha bevositali qanda string deb olsak bo'ldi. Bu to'g'risi men jiq to'xtalgan. Hamda bugun biz shu qanda qilib string degan bir ham soliq ma'lumot tipi go. Men soliq ma'lumot tipini so'zlagan chaqda ikki xil soliq ma'lumot tipi bor degan. Dastlabki yoki ibtidoiy soliq ma'lumot tipi, undan keyin g'ayri ibtidoiy soliq ma'lumot tipi yoki ibtidoiy bo'lmagan soliq ma'lumot tipi deb so'zlagan. Buni inglizcha soliq ma'lumot tipini data type deydi. İbtidai soliq ma'lumot tipini primitive data type deydi. G'ayri ibtidoiy chiqqanda non-primitive data type. Men u vaqt so'zlagan chaqda men string so'zlagan. Chunki string g'ayri yoki ibtidoiy bo'lmagan soliq ma'lumot tipi, uni keyin so'zlaymiz deb qo'yib qo'ygan. Bugun dal shu stringni so'zlaymiz. Bu bek muhim mazmun. Bu diqqat qilinglar. Undan keyin shu stringni qanday qilib o'zimizning ehtiyojiga asosan kontrol qilish. Buni string manipulation deydi inglizcha. Shuni so'zlaydi. Unda asma Eclipse'ni ochay. Eclipse'ni ochdim. Bir package quray. 12-kuni dey. Buningga qanda string manipulation deymiz. String manipulation. İngilizce gapda stringni qanda soliq ma'lumot tipini o'zimiz ehtiyoj qilgan o'zgartirish demakchi. Unda bo'lsa, men bir boshdan so'zlay. String degan bir soliq ma'lumot tipi, data type. Bu non-primitive data type, ya'ni ibtidoiy bo'lmagan soliq ma'lumot tipi bu. Buning o'zi bir class. Bir string qurganda, ya'ni Uyg'urcha desak, bu string degan shu harf tizimsi degan gap. Chunki harflarning tizimsidan shakllanadi string. Masalan, ism desak, Mahmudjon. Mush bir ismgo, ham bu harf bir harfdan tuzildi. Shunaqa. Buni yana qanday? Mushini qanday shakl yozilgan bo'ldi desanglar? String ikkinchi ism qanday? Yangi new degan gapdan. Chunki stringimiz bir class. Miyaga qanday? Mahmudjon deb yozsak bo'ldi. İkisi o'xshash mana ikkisi amaliyotda. Buni besib chiqarsak, ismni besib chiqarsakmi? Ism ikkini besib chiqarsakmi qanda? Har ikkisidan chiqargan narsa o'xshash Mahmudjon. Bu endi nima deganda string o'zi bir item class. Shuni biz item so'zlaymiz. Uning class bilan object to'g'risida obyektiv. Men keyingi qaror darsida texnik tafsil so'zlayman. Hozircha bu faqat bir class deb tushunsan bo'ldi qurishni. Hamda bugun biz asosli o'rganganimiz qanday stringni manipulate, ya'ni o'zimizning kontrol qilamiz, o'zgartimiz o'zimizning nimasi bo'yicha, stiki bo'yicha. Deganda birinchi bo'lib o'rganganimiz bu stringning nurg'un metodlari bor. Nurg'un metodlar var. Şu metodlarni qo'llanib bu o'zimiz istagan yerga ekilamiz. Masalan, birinchi o'rganmoqchi bo'lgan birinchi metod length deydi buni. Length. Bu length degan mush stringning ichida qanchalik harf borligini tepiradigan bir metod bu. Hamda harf deganda balkim bo'shliq bo'lishi mumkin, son bo'lishi mumkin. Harf tizimsi deb qo'ysam cho'qim stringning ichida harf bo'ldi degan gap emas. Mushu qo'sh naql belgisining ichida nim bo'lsa shu string. Mushuning ichida qanchalik birining borligini tepish uchun qanday? Birinchi bo'lib lengthni. Masalan, Mahmudjon qancha harfdan tuzilgan? Buni topmoqchi bo'lsak, ism, mushu stringning ismi, cheket, length deb bossak, length degan uzunlik degan gap. Şunun qanchalik uzun demakchi-da. 8, ya'ni 8 harf bor ekan mana ichida. Hem sansak 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek qancha harfliqini sanash uchun langsni ishlatamiz. Masalan, men Mahmudjonning asan 8 deb sandiq-ku. Manda bo'lib qolsa, ba'zi manda uchraydi, qancha harfliqini. Buni qanday topamiz? Ya'ni shu langs bilan. Men bo'lsa qanday? 42. Ma'nosi qilganda 42 harf bor ekan deymiz. Bunisi cho'qim harflar bo'lishining hojati son g'alati belgilar bo'lsa-mu qanday topadi. Qanchalik shu nim borligini hozir aytsa 52. 52 demakchi. Mahmudjon. Birinchisi qanday? Langs. Shundan qancha harfni tuzilganligini. Endi diqqat qilgan bir nuqta. Biz bu stringning har bir harfini bir indeks deydi. Indeksiya ko'rsatkich degan gap Uyg'urcha ko'rsatkich. Ko'rsatadi. Masalan, 1 2 3 4 5 6 7 8 qo'y. Ammo stringda qanday m degan qanchinchi harfi? Mi yoki m qanchinchi harfi deganda nechinchi indeksiyasi indeks deganda bu 0-indeksiyasi bo'ldi. Kompyuterda qanday bu? Kompyuter 1dan boshlanmaydi. 0dan boshlanadi. Biz mana birinchi harfi deymiz, ammo kompyuter buni avlab Java buni qanday 0 harfi deb ataydi. 0 harfi nima bo'ldi? 0 indeksiyasi m bo'ladi. Endi mening birinchi indeksiyasi necha desa, chiqib qolib qaymoq qolmishadi. Shu birinchi indeksiyasi ko'pincha bo'lib m deb qoladi, lekin buning birinchi indeksiyasi qancha? A. Buning indeksiyasi qanday? A. Endi ikkinchisi mana langs shunaqo. İkincisi uyarlash yo'q emas. Index. Index of. Masalan, mushunda J qanchinchi indeks desak, sansak qanda J B 0'dan başlap sanaymiz. 0 1 2 3 4 5. Qanchinchi indeksisi 5 deb chiqsa to'g'ri bo'ldi. Masalan, index qism şirket index of J. Mangusaq qana 5 mana 5-chi element deymiz. Endi masalan n-cho n qanchinchisi eng oxirgi element shu index-cho eng oxirgisi shunami? Shu nechinchisi deymiz? Necha element harf mana shunda 8 harf bor, lekin biz 0'dan boshlag'achqa bu n qanday eng oxirgi indeks qanday 7 bo'ladi. Chunki 0'dan boshlag'achqa. Shunga n ning qanday bo'ldi indeks 7 degan gap. Buni keyin ishlatamiz bu metodni. Ishlatishlik intayin yuqori. Endi uchinchisi biz mush qanchinchi indeksning masalan 5-indeks qaysi harfligini masalan 5-indeks J ekan-ku J 5-indeks deb topdik. Endi shu 5-indeksning J ligini qanday topamiz degan metod bor, usul bor. Uni nima deymiz? Char at. Char degan character harfning qisqartirilmasi. Char at bo'lgandan keyin buning soliq ma'lumot tipi char bo'ladi. Char. Harf bo'ladi. Sen char atni bassaq ismning qanday? Char at indeksga nomer kirgizamiz. Endi butun son 5-indeks necha? J mana. J 5-indeks qanday? J. Unda 0-indeks necha ekan? M. Chunki 0-indeks qanday? M go Mahmudning 0-harfi, 0-indeksi. Unda bo'lsa 4-chi metod. Masalan, biz ba'zida mushining qanday? King
3 harfni bilan besib chiqarmoqchi yoki o'ttirdagi 2 harfni bilan besib chiqarmoqchi. Qanday besib chiqaramiz? Buningda bu metoddan foydalanib bu besib chiqara olamiz. Metodning ismi substring. Substring ashdan tarmoq string degan gap. Masalan, men hozir Jon bilan besib chiqaraymi? Jon bilan besib chiqaray. Jon qanda? 5-harfdan oxirigacha shunaqa. Jon bilan besib chiqarsam, ism substring 5 dan boshlab nechigacha? 8 gacha. 5-indeksdan boshlab 8-indeksgacha mana Jon bilan chiqdi. Hamda mana substringda ikki xil koordinat shaklida beramiz. Masalan, buningda oldi, ochiq interval, yetiq interval deb esinglarda bormi? To'liq o'tirib o'qigan bo'lsanglar sizlar. Ya'ni o'rganmagan bo'lsanglar, bu substring ma'noniki birinchisini o'z ichiga oladi, yetiq interval shaklida. Mush qiymatni o'z ichiga oladi, mushni besib chiqardi. Lekin o'ng tarafidagini besib chiqarmaydi. Shu yergacha demakchi. Demak, 7-sini besib chiqardi, ammo 8-ni besib chiqarmaydi. Shuni 8 deymiz. Agar men menga 7 deb besib qo'ysam, 7-indeksdan bor deb. Bu n-ni besib chiqarmaydi. Chunki men o'ng tarafidagini qana besib chiqarmaydi demakchi. Shunga 8 deb besib qo'yganim uchun. Endi 78 ni qanday qilib ola olaman men? Mushni ism uzunligini tepib qo'ysam ham qanday? O'xshash emayapti. Mushim 8 dan. Mushning qiymati 8 dan, chunki length uzunlik qanday? 8 demakchi. Unda esa 5-metod bizga o'rganmoqchi bo'lgan. Ikki stringni qo'shish. Masalan, ism Mahmud degan shundaymi? Ism Mahmud. Buni ism Mahmud familiyachi? Familiya. Family name. Familiya deb qo'yay. Yoki tag at. Tag at. Familiyasini tag atni deb qo'ydik-ku. Mahmud, Amud deb qo'yaylik. Mahmudjon Amud. Ismlarda cho'ng harf bilan boshlaydi. Endi men ilivadaman misol qilish uchun. Mahmudjonning m-ni cho'ng harf bilan yozishimiz kerak-da, hech qisi yo'q-a. Tagat. Shunaqa. Endi men ikki ismni qo'shmoqchi. Ikki stringni bu yerda ikki stringni qanday qo'shish. 5-metod nima deganda? Buni concat deydi. Qo'shmoq degan gap, concat degan. Concat. Ya'ni buni masalan birinchi besib chiqarsam, birinchisi qanday ism shunaqa, ismga concat mana bu tagatni qo'shaman. U vaqt qanday? Mahmudjon Amud bo'ldi. Ikkisi qo'shildi. Endi masalan men bir bo'shliq qo'yib qo'ysak, endi bu ayrildi demakchi. O'zimizga ehtiyojimiz asosida kontrol qilsak bo'ldi. Stringning qiymatini yoki obyektni. 6-inchisi to uppercase. Ya'ni bu string ichidagi hamma harfni cho'ng harf qilib turgan. Masalan, Mahmudjon kichik harf qo'y. Ism. Ya'ni Mahmudjon nomimiz kichik harf qo'y. Hozir men cho'ng harf qilib o'tmoqchi bo'lsam, qanday? To uppercase. Ma'noga o'zgartirsam ham hammasi qanday? Cho'ng bo'lib chiqadi. Endi 7-inchisi qanday? Mushning keyingilam to lowercase bo'lsa, lowercase metodda qanday buni kichiklashtiradi. Masalan, shu yerdan bir string yozay. Salom dunyo deb men meni qanday qilib o'tdim? Cho'ng harf bilan yozdim qo'y, buni kichiklashtirmoqchi bo'lsa qanday qilamiz? And to lowercase salom dunyoni qanday kichiklandi? Salom dunyo deb.
Hamda 8-ci metod bizga o'rganmoqchi bo'lgan. Ba'zida so'zlarning orasida bo'shliq qo'yib yozamiz shunaqa. Bo'shliq qo'yib qoldi shunami? Ham shunda bo'shliqni, ya'ni ortiq qo'yib qolgan bo'shliqni masalan trim bilan elitimiz. Ya'ni bu nimaga ta'sir ko'rsatadi desak, mesela yezib ko'rsatay. Bir string bor deylik. T deb qo'yamiz. Men bir bo'shliq bilan bor. Sen barmi deb yana bir bo'shliq bo'lib qoldi shunaqa. Chunki hatto bo'shliqmi hisob bo'lg'achqa bu bo'shliqni ta'sir ko'rsatadi. Biz bu ikki bo'shliqni iletmoqchi bo'lsak, ma'noga ta'sir ko'rsatmayman. Masalan, sen bormi? Dunyo deb qo'ychi. Men oraliqdagi bo'shliq ta'sir ko'rsatmaymiz. Ammo ma'noga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lsak, ma'ni yo'qotmoqchi bo'lsak, tushun bilan yo'qotamiz. Masalan, buni T ana tushib qoldi. Tushun. Ma'ngusak, masalan, ma'ning nimasi tugidi. Agar men bunun farqini ko'rsataysiz. Ben unda qilmay T'ni bevositani qo'ysam-chi? Bevosita besib chiqarsam. Qaranglar, mana miyat bo'shliq chiqib qoldi. Miyatda ham bir bo'shliq bor. Ammo miyat bo'shliq yo'q mana. Trim bilan. Trim orqali qanda ashki bo'shliqni ilib etkili bo'ldi. Hamda biz o'rganmoqchi bo'lgan 9-chi metod replace o'rnini qanda almashtirish. Bunun o'rnini almashtiramiz. Masalan, Mahmudjondagi J'ning o'rnini H'ga o'zgartirsa, Mahmudxon bo'lib qolishi nima? Men shuni J'ni H'ga almashtirib. Masalan, sim replace J'ni nimga? H'ga. Nima bo'ldi? Mahmudxon bo'ldi. J'ni qanday H'ga aylantirib o'tdik. Masalan, Mahmudni, Mahmudjon demay, Osmonjonga, ya'ni Mahmudni Osmonga aylantirib almashtirsam, Mahmudjon Osmonjon bo'lib ketdi. Mana Osmonjon bo'lib ketdi Mahmudjon. Buning yildizi mana ism shu. Buning yildizi mo shu ism. Hamda shu asosiy metodlarmi 9 metod. Hamda uningda boshqa metodlarmi uchrashi mumkin, uchraydi. Hamda biz ham asosiy ishlatadigan metodlar qanday? Mushu. Qolgani biz o'rganish jarayonida asli amaliy xizmat yoki o'zinglar boshqa bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, barbara o'rgangandan keyin uni ishlatib bir amaliy natijasini ko'rsatadi. Bugungi darsimiz mishagicha tushunmay nuqtasi asli imkon shakl qoldirsangiz bo'ldi. Ko'proq mashq qilinglar. Bo'lmasa ishlatolmaysizlar. Bugungi darsimiz mishagicha rahmat.